Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar turbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paros orolidagi Paros Park degan bir yerda turyapman. Bugun Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanining eng oxirgi bölümü. Men bu oxirgi bölümni quyosh petayotgan mana mushu go'zal manzarda o'qib beraliginimdan to'lim xursandman. Paros Park bu Paros orolidagi dağlıq meydanlarının biri, çünkü bu yerda mana mushunday suv izlash maydonlari deganga o'xshash har xil suv ustida faoliyat qiladigan o'rinlar bor. Onundan başqa bu yerda yana konsert ko'proq qo'yiladi. Yerdikisi şu burunqi teatrxona. Ötkende bu yerga kelgan vaqtimda shamol nihoyatda kuchlikdi. Shunga nihoyat afsuslangan holda ketib qolgandim. Bugun romanning eng oxirgi bölümini mushada o'qib beraliginimdan haqiqatan xursandman. O'zimni sal chatga ilib o'qiy, shuningda quyosh o'ltirgan manzarni texim chiroyli yaxshi ko'ra oladigansizlar. Ma'qul amsa romanni boshlaydik. 13-bob. İlahi söygü. 1. İnsan hayatı xuddi kechilari chaqnagan chaqmaqdek tez o'tib ketadi. Odam 5 yil, 10 yil burun bo'lgan ishlarni texi helili bo'lgandek eslab, shu asmalar ichida o'zining cho'ng bo'lganligini, qiyirib ketayotganligini tuymayli qoladi. Tirikchilik yo'lida jon tikib o'tayotgan mushkul vaqtlarni xuddi daryo mavjidek birining keyindan biri sho'xlik bilan qo'g'lashib o'tib ketaveradi. Miladiya 1980-yili sentabr oyi Akbar uchun to'liq xosiyatlik qutlug' oy bo'ldi. U bu yil to'p-to'g'ri 48 yoshga kirib, qirollik yeshidagi yetilgan er bo'lib qolgan edi. Akbarning qap-qara qo'yiq bo'ridi, oq arlig'an ko'tmak soqili, qo'ng'ir ranglik dugulak yuziga, qomatlik bastiga yarishib, uni texmi salobatli ko'rsatdi. Onun mushturqi dadisi Atxonning buningdan 32 yil burun haj safari ishqida yurgan vaqtidagi turqiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Birli o'xshashmaydigan yeri, Atxon u chaqda beshiga yeshil manpu doppa, uchisiga uzun panchu ko'ynak, putiga shipakkash kiyib olgan edi. Akbar bo'lsa, hozir uchisiga Angliyada tikilgan beg'ir rang esil shim kostyum, putiga Italiyaning dongliq shibiltini kiygan. Kostyum burulkiga palab galstuk taqqan. Fransiyaning xushbo'y attirni chechib, charlashgan chechini moylab, xuddi chet ellik mehmonlarni qabul qilmoqchi bo'lgan diplomatlardek salobat bilan mag'rur holatda turadi. Demisimi, Akbar bugun savdo diplomati sifatida safarga chiqmoqchi. Bu safar uning uchun odatdagi safar emas, balki u 30 yildan beri zahar qilib kutgan, to'li kutib, yuraklari qaqchirab ketgan qutlug' safar edi. Saudiya hukumati Akbarning bu yil Guangzhouda ochiladigan savdo yarmankasiga qatnashish iltimosini tasdiqlagan edi. Bu fursat uningga oson kelmadi. Agar Haris uni ashundoq yangi uchur bilan ta'minlamagan bo'lsa, vatan tuprog'ini tavab qilishdek bundoq oltin fursat uningga yana nasib bo'lmagan bo'lardi. Haris uningga bir kuni sening vataningning janubidagi Kanton degan shaharda savdo yarmankasi o'tkaziladi ekan, shuningga qatnashishga urinib boqamsan. Yarmankadan keyin yurtingga berish imkoniyati tug'ilib qolsa ajab emas, degan yangi xabarni yetkazdi. Akbar bu xabarni anglabla butun vujudi bilan mushu ishga chapdi. Munosabatli o'rinlar bilan so'zlashdi. Hukumatga iltimos sundi. Uzoq o'tmay Saudiya hukumati uning iltimosining tasdiqlanganligini uqtirdi. Shu kuni xushalliq va
hayajandan Akbarning yuragi yerilib ketgili tas qoldi. Bola chaqa, urug' tuqqan va yurtdoshlar uning uyiga jam bo'lib, bu olamcha xo'shallikni tantana qilishdi. Akbar bu xo'shallikni shu minutda Amerikaning Harvard universitetida o'qiyotgan o'g'li Armonga telefon orqali yetkazib, uning ko'nglini shodlikqa cho'mdirdi. O'g'lim Akbar, sen uchun faxrlanamiz, dedi chas soqollari oqarib, qeyrib qolgan Musa Danqon uning qo'lini mahkam tutib. Sen yurtga borganda ikki ko'z bilan emas, bizning ko'zlarimizni qo'shib, ming ko'z bilan yurtga qarag'in. Ikki dunyolik salmamizni yetkazgin. Men qeyrib qoldim bolam. Agar malol ko'rmasang, qaytishingda yurtning tuproqidan bir o'chim alg'ash kelgin. Men uni yostiqimning ostiga qo'yib yatay. U mening yerlikim bo'lib qolsin. Shu gaplarni qilib, Musa Danqonning ko'ngli yerim bo'ldi. O'zini tutolmay esada bo'zlab, xeyli uzoqcha esilib yig'lab ketdi. Hozir Akbar bilan Musa Danqon qudubachi edi. Musa Danqonning Makkada tug'ilgan o'g'li Abdulla o'tgan yili Angliyadagi aviatsiya mexanizmi kasbini bitirib kelgandan keyin Jiddadagi xalqaro aydirimga aeroplan texniki bo'lib o'rinlashgan edi. Ikki oilaning kelishishi bilan Akbar cho'ng qizi Anargulni bu yil 2-oyda Abdullaga yotliq qilib bergan edi. Xushalliq oxir berib, yig'izarga aylanib ketdi. Musa Danqonning gapi hammalarning yurak bag'rini ezib, ularni hamma odamning beshiga keladigan o'lim to'g'risidagi mash'um xiyollarga va yurt, vatan, ona tuproq to'g'risidagi yiqimliq tuyg'ular olamiga elib ketgan edi. Mehmonlar birdam yig'lab, birdam kulib, oxiri nurg'un yaxshi arzu istaklar bilan Akbarning bu qitimqi qutlug' safariga yo'l tiladi. Shu ishdan 3 kun keyin Akbar xalqaro aeroplanga o'ltirib, Jiddadan Shanganga qarab yurib ketdi. Suratni, ranglar, binoni naqshlar bezigandek Guangzhou Sodi yarmankisini japokash Junxo millatlarining ishchan qo'llari shundoq ko'rkam va go'zal qilib bezivatgan edi. Akbar uzoq yillardan beri yuragida saqlab, suyib, e'tiborlab kelgan vatan tuprog'iga qadam qo'ygan ashu kuni o'zini dunyodagi eng baxtli kishi deb his qildi. Vatan uni illiq quchog'iga oldi. Janubiy diyorning namxush havosi Akbarning qalbidagi tashnalikni qondirdi. Rangarang gulgiyohlarga to'lgan go'zal munbat tuproq uning ko'zlariga nur, ko'ngliga shodlik baxsh etdi. Akbar Sodi yarmankisining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon degan viveskisi bor bo'limiga kirganda hayajondan texmi masxush holat kelib qoldi. Bu yer xuddi Qoshteshi o'rdasidek nur va haroratga to'lgan edi. Lekin Akbarni masxush qilg'ini bu yerdagi go'zallik va ko'rkamlik emas, balki ona sutidek poklik va ona hididek xushbo'ylik purab turgan Payzavotning qo'g'ini bilan ona diyorning rangarang manzarasidek julolanib turadigan yakanning shoyi atlisi edi. U qo'g'indan to'yg'icha yedi. Tallari yayrab, yuragi o'ynab ketdi.
32 yıldan beri Akbar yep ko'rgan nurg'un meyveler onunğa munchilik huzur beg'ishlamagan edi. Ana tuproq bag'riga qangan, yurtning erkek suyini ichib pishgan bu qo'g'illarning ta'mi, hidi va rangi boshqacha edi. Qo'g'inning sherin ta'mi oldida asalmi, navatmi bir chetda qoladi. Qo'g'indan ana sutining yiqimliq hidi keladi. Uning to'rlashgan qaramtul rangi va ayni o'zini yaratgan jafokash dehqonlarning pürim qo'rq basgan qo'ng'ir rangiga o'xshab ketadi. Akbar bir necha kungacha osh tamoq o'rnida qo'g'in yedi. Yegandimi o'z vaqtidagi o'xshash kosilab, qirib, suyiga nonchalab yedi. Shoy atlasdan bir necha top setib olib, yostiq o'rnida beshig'a qo'yib yotdi. Yurtdoshlari bilan o'z ona tilida erkin azodi so'zlashib, nurg'un yangiliklardan xabar topdi. Savdo yarmankasi tugaydigan kuni bir boshqurg'uchi xodim uningga: "Apandim, endi qaytamsiz yoki Jungoni ziyorat qilamsiz?" deb so'rab edi. U ikkilanmay darholla: "Ziyorat qilaman, texi boradigan, turadigan nurg'un yerlarim bor", dedi. "Undaq bo'lsa, biz Beyjingga xabar qilaylik", dedi heliq xodim. "Sizni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidagilar kutib olib o'rinlashtiradi." Bo'ladi, rahmat sizlarga", dedi Akbar heliqi xodimga o'zining shirkati Salom nomida Yaponiyada ishlangan nafis soatdan birini sovg'a qildi. Akbar Guangzhou savdo yarmankasi oxirlashib 2-chi kuni aeroplan bilan Beyjingga keldi. Degandek, aydirimda uni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidan chiqqan bir xizmatchi kutib oldi. Әтсі Akbar muhojirlar ishxonasiga kelib, Uyg'urcha til bilan o'zining talabini aytdi. "Men Qashqariyaga boraman, shu yerga yo'lga selib qo'yinglar." Lekin uning gapini hech kim uqmadi. Ishxonadagi 3 odam bir-biriga qarashqinicha hong'iqib o'ltiradi. Akbar 2-chi qitim arabcha so'zladi. Yana hech kim uqmadi. Balki burunqidanmi bakrak hayronlikda bir-biriga qarab boshlarini lang'ishitib qo'yishdi. Akbar ich-ichidan titib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zini besib olib, bu qitim aldirmay, doni qilib inglizcha so'zladi. "Xudoga shukr, ular har holda gaz yoki gocha emas ekan. Oradan birsi inglizcha chalib bo'lsa-mu? Apandim, siz xatolashdingizmi qandoq? Bizda Qashqariya degan yer yo'q", deb javob berdi. Akbar ta'ajjub ichida turib qoldi. U o'zining xatolashmaganligini biladi. Chunki Akbar haj safariga mengishdan burun va keyin o'z yurtining ismini ba'zi kishilarning bo'libmi chet elliklarning Qashqariya deb ataydiganligini nurg'un qitim anglagan edi. U endi o'zi cho'ng bo'lgan yerning naq o'zini aytish maqsadida "Qashqariya degan yer bordu", dedi heliqi inglizcha bildigan xodimga qarab. Heliqi uchaylan uning alpoziga qarab bir oz jiddiylashgan bo'lsa-mu, ammo yanala petidan tushmay, o'zaro bir narsalarni deyishib, parvosiz o'tiraverdi. Shu chaqda Akbarning ko'zi udul tamg'a esilgan Jungo xaritasiga tushib qoldi. U darhol xaritaning oldiga kelib, Qashqarning o'rni bor yerni topdi va bigiz qo'li bilan ularga ko'rsatib turib: "Bu yer Qashqariya bo'lmay nima? Yoki bu yer shardan yo'qolib ketdimi?" dedi zarda bilan. Shu chaqda ishxonaga xuddi osmondan tushgandek bir chet ellik kirib qoldi. U Iroqlik Ahmad Kozim degan odam bo'lib, Beyjingdagi chet el tili institutida arab tili darsi o'tadi va Jungoning arab tilida chiqadigan bir jurnalida qo'shimcha ishlaydi.
xanzuchini xeyli ravon so'zlaydi. Bugun u bu yerga Bag'dodda turayotgan bir Jungo muhojirning havoli ishi bilan kirgan edi. Akbar bilan ikkisi qizg'in ko'rishdi, ahvollashdi. Ahmad Kazim Akbarning muddasini uqqandan keyin "Voy hojim, siz hozir Qashqariyaga borman degan gapni qo'yib, Urumchiga borman deysizlar", dedi u samimiy maslahat berib. Ular hozir Qashqariya degan so'zni ishlatmaydi, ham bu ismning tilga ilinmag'iniga uzoq bo'ldi. Qashqarmi yipiq shahar, sirtqidagi ichilmadi. Siz avval Urumchiga borsizlar. U yerda sizlarga tonish odamlar bor. Dinlari, millatlari o'xshash. Ularga maqsadlarini aytsizlar, inshaalloh ular sizlarni Qashqarga yo'lga silib qo'yishi mumkin. Bo'ladi, maslahatlarga rahmat, dedi Akbar Ahmad Kazimga tashakkur etib. Endi sizlar bularga ahvolni tushuntirib qo'ysizlar. Ahmad Kazim tarjimonlik qildi. Baya til bilmaslik sababidan ba'zi o'qishmasliklarning bo'lganligini, Akbarning asli Shinjonlik muhojir ekanligini, bu qitim Urumchiga bordiganligini ularga tushuntirdi. Urumchiga borsa bo'ladi, dedi heliqa xodimlar ahvolni tushungandan keyin. Biz u yerdagi muhojirlar ishxonasiga uqtirib qo'yayli. Ular bu kishining holidan xabar oladi. Üçüncü. Rast. U bu yerda nurg'un tonish til, tonish chiroy, tonish dindikilar bilan uchrashdi. Akbar burun Qashqarni yurtmi, vatanmi, dunyomi shu deb bilatdi. Shunga bu ism qalbiga mangu o'chmas obida bo'lib o'rnab ketgan edi. Bu ismdan boshqa ismlarni u qalbiga sig'dira olmaydi. Vatan degan muqaddas tuyg'u bilan his qilmaydi. Lekin bu qitim u Guangzhou savdo yarmankasiga kelib, vatanining bakmu keng bepoyonligini, vatandoshlarining bakmu ko'p hisobsizligini, hamma yerning o'xshashli go'zal obodligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va yuragi bilan his qildi. Bugun Akbar o'z yurti atalgan bu qadimki go'zal va boy zaminning markazi bo'lgan Urumchi ko'chalarida yurib, bundoq yiqimliq ta'sirotni yana bir qitim o'z beshidan o'tkazib o'tadi. Bo'g'dining oppoq qor ostida yotgan ushma cho'qqilari, Qiziltog'ning yupqa tuman ichida ranglanib turgan yop-yeshil manzarasi, Xalq teatrining quyosh nurida yaltirab turgan oltin rang qubbasi, shaharga tog' havosi akiladigan Urumchi o'stingining o'ynoq arki suyi, Akbarning qalbida yangi boshdan yurt muhabbati bilan tabiat so'yg'isini uyg'otgan ilohiy his tuyg'ular bo'lib qoldi. Urumchida uningga Abdunum rayonlik muhojirlar ishxonasida ishlaydigan Hisomiddin ismli bir odam hamroh bo'ldi. O'tir yoshli, qaramotuq, qaraqash kelgan bu odam xushfe'l, xushchiroy bo'lsa-mu, lekin o'z ustidagi boshliqning og'zidan chiqqan o'rnimi zoy qilmaydigan, ular nima desa shunila shotudadek takrorlaydigan yavash, itoatchan odam edi. Akbar kelgan kunining 3-kuni juma bo'lib qoldi. U Hisomiddindan tinglab so'radi. Bu yerda juma namozi o'qig'idak cho'ngroq ozni masjidlar bormi? Bor, dedi Hisomiddin oldirab. Nanmang masjidi, Baytulloh masjidi, No'g'ay masjidi deganlarning hammasida juma namozi o'qiydi. Amsa Baytulloh masjidiga boraylik, dedi Akbar bu ism qulog'iga chiroyli anglab. Bo'ladi, men sizni boshlab boray,
dedi Hisamidin va bir oz turib elib jiddiy talaffuzda qo'shib qo'ydi. Juma namozni o'qib bo'libla qaytib chiqsizlar. Qur'on o'qimisizlar. Akbar turibla qoldi. Hisamidinning so'zlari uningga g'alit tuyuldi. U chiroyini purishtirib, ta'jiblangan holda mundoq dedi. Efendim, masjid degan Allohga ibodat qiladigan yer. U yerda Qur'on o'qimay nima ish qiladi? O'g'u shundoq, lekin za dedi Hisamidin g'uduqib duduqlab. Sizlarning bu yerga tunji qitim kelishlari, sizlarni asrimsak, sizlarning amonliklarini o'ylashmasak bo'lmaydi. Rahmat dedi Akbar Hisamidinning qandaqdir tanqisliq ichida qolganligini sezib. Menga ko'ngil bo'lishganlariga rahmat. Shu kuni juma namozidan keyin yana bir ish yuz berdi. Akbar ketib etib yo'l bo'yida bir odamning 10 yoshlik o'g'li bilan uzum setib o'ltirganligini ko'rdi. Sevatga liq qachilangan, kahravodek sarg'ayib pishgan munoq uzumlar Akbarning ko'ziga issiq ko'rinib, og'ziga seriq suv yig'ildi. U baqqalning oldiga kelib, dastlab muloyim salomlashdi. Ondan uzumdan 1 kilogram tartqizib, 50 yuanlik tashqi perevod beltidan birini berdi. Baqqal pulning oldi orqa qarab, "Xo'jam, bu pul bek cho'ng ekan, yondira olmayman", dedi o'zira aytgandek talaffuzda. Shu chaqda mashrang forma kiyib olgan biri bozor boshqurg'ichi kelib, baqqalni qirqitib turib 2 yuan 50 pun boshqurish haqqi elib ketdi. "Hu, noinsofla", dedi baqqalning o'g'li heliqi bozor boshqurg'ichining orqasidan qayib. "Texi 1 punlik savdo qilmasak, 1 much pulni elib ketayotganini?" Akbarning baqqal bilan uning koshtalay o'g'liga ichi og'irdi. Ular har kuni mushundoq biror savat meva-cheva setib, shuningdan qolgan 4-5 tanga pul bilan tirikchilik qilayotganda ko'rinadi. "Bo'ldi aka, yondirmisizlar", dedi Akbar mengishqa tamishilib. "Hammasi sildi qolsin." Kutilmaganda Hisamidin orig'i tushdi. Yoqajim, pulni yondirimiz bo'lmaydi." "Nemishqa?" dedi Akbar uningga savol nazarda tikilib. "Hisamidin efendim, biz musulmonlarda o'shir zakot degan bir narsa bor. Bu akamiz bola chaqiliq ekan, bo'ldi, qiliversin." Yo'q, bo'lmaydi hojim, ortiqini yondirsin", dedi Hisamidin yana shundoq tarsaliq bilan. "Bu xiyonat bo'lib qoladi." Akbarning g'ujjida achchig'i keldi. Chiroydagi boyqa royishliq, mehribonlik o'rnini endi bir xil g'azab va nafrat egilib olgan edi. "Efendim, sizlar hukumat kadrlari musulmon turib, nimandaq beg'araz bo'lib ketdinglar?" dedi u Hisamidinning hissiz ko'ziga tikilib. "Bu pulni o'z roziliqim bilan berib olsam, sizlar nimanchi qilinglar? Bizda qo'yningdan to'kilsa, qonchunga deydigan gap borgu." Akbar shu gaplarni qilib, ro'y qaytgan holda udul yo'lga mangdi. Bir chaqda Hisamidin uning orqadan yetishib kelib, bir yog'liq o'zim bilan bir siqim oshgan pulni uning qo'liga tutqizdi va bezanglik bilan yana o'zining gapini yo'rg'alatdi. "Shundoq qilmasak bo'lmaydi hojim. Bu qoida prinsip, silni asirganlik." Akbar achchig'ini ichiga yutib, zuvan surmadi. Bir necha kun ana shundoq xushallik bilan xopiliq giralashgan holda shahar ko'rish, u yer bu yerni ziyorat qilish bilan aldirash o'tib ketdi. Bugun atdigan Akbar o'rnidan turibla o'zini yo'qlab kirgan Hisamidindan so'radi. "Sizlarning bu yerdagi eng cho'ng boshliq kim?" "Vanginma", dedi Hisamidin. "Musulmondan kim?" yana so'radi Akbar. "Ismoil Ahmad degan bir kishi bor", deb javob berdi Hisamidin. "U kishining gapi o'tamdi?" "O'tadi. Undaq bo'lsa, meni shular bilan ko'rishtirsizlar."
dedi Akbar iltijo bilan. Bo'ladi, men uqshay, dedi Hisomiddin tomtoq qilib. Bir kun Akbarning kutishi Hisomiddinning uqishi bilan o'tib ketdi. Atsi Hisomiddin atdigandala Akbardan bir narsaning tegiga yetmoqchi bo'lgandek sirliq qilib so'radi. "Sizlar ular bilan ko'rishsizlari nima deydilar?" "Nima deyishimni o'zim bilaman", dedi Akbarmo siliq qilib. "Hech bo'lmaganda deydigan gaplarning mavzusini deb baqsizlar", deb turib oldi Hisomiddin gijinliq bilan. "Mening gapim ochiq odam", dedi Akbar taq bo'lgan holda. "Deydigan gapimning mavzusi yurt to'g'risida, xalqim to'g'risida, dinim to'g'risida va o'zimning Qashqarga berishim to'g'risida. Mushular to'g'risida so'z etsam bo'lar?" "Bo'lar", dedi Hisomiddin mujmallik bilan. Men yana o'qishay." Ammo atsi Hisomiddin bir parcha gezni ko'tarib kelib, "Bu ikki boshliqning birsi Beyjingga, birsi Xotanga ketibdi", dedi o'zira aytgandek talaffuzda. "Mana bu haqdagi xabar ham suratlar." "Bo'ldi Hisomiddin apandi, bu gapni qo'yayli", dedi Akbar uning so'zini cho'rtda kesib. "Mening Qashqarga boradigan ishim qandoq bo'ldi? Meni qachon yo'lga selishlar?" "Yana bir oz ta'xir qilsizlar, hojim", dedi Hisomiddin amal bor bu gapdan o'zini elib qochishga tirishib. "Hozir havo buzuq, Qashqarga aeroplan qatnamayotdi." Bu gaplar uning bahonasi edi. Yurak to'ygan Akbarmo buni allaqachon sezib bo'lgan edi. "Hisomiddin apandim, aeroplan bo'lmasa, mashinada mangsam bo'ladi", dedi Akbar va necha kundan beri qalbini toshdek besib yotgan dardlarini ixtiyorsiz to'kishga boshladi. "Men mushu kunning kelishini 32 yildan beri tashnolik bilan kutib keldim. Dadamning umri yetishmadi. U yurtni ko'rolmay, orzu, umidini menga yuklab bu olamdan ko'z ochiq ketdi. Hisomiddin apandi, sizlar yurtdan, oiladan biror yil ayrilib boqqanmi? Judolikning dardini tortib boqqanmi? Lekin men inson bolasining beshiga biz ko'rgan judolik kunlarining kelishini xohlamayman. O'ylab baqsalar, 32 yil az vaqtmi? 16 yosh vaqtimda yurtimdan, onamdan, urug' tuqqanlarimdan ayrildim. Shuningdan beri men ularning bor yo'qligini bilmayman. Lekin ularning chiroyi bir kunmi ko'z o'ngimdan yer bo'lgani yo'q. Men tug'ilib o'sgan ashu mahalla, ashu ko'cha, ashu to'piliq yo'llar bir kunmi esimdan ko'tarilgani yo'q. Tova. Men bularni so'zlab nima qilay? Bundaq azobni, bundaq kulfatni o'z beshidan o'tkazmagan odam qandoqmi tushunadi? Akbar birdalla ovozini pasaytdi. Endi xuddi o'zi bilan o'zi so'zlashayotgandek zaif, miskin ovozda pichirlashga boshladi. Men shuncha ko'p yurtdoshlarning ko'nglini, ko'zini, yuragini o'zim bilan birga kelgan tursam, endi ularga yurtga bora olmay noumid ketarmi? Men shuncha ko'p yurtdoshlarning ko'nglini, ko'zini, yuragini o'zim bilan birga elib kelgan tursam, endi ularmi yurtga bora olmay noumid ketar? Xudo, menga rahim qil. Yurtimning tuproqini purab, ko'zlarimga surtishga nasib qil. Onamning chiroyini bir ko'rsat. Agar o'lib ketgan bo'lsa, tuproqini quchoqlashga nasib qil. Akbarning ko'zlari namdaldi. İç-içidan qapsab chiqayotgan dard alam uning nafsini qisib ketyapti. U asta o'rnidan turib, deraza oldiga keldi. Yipak pardani qayrib, derazaning bir qanotini ochdi.
g'o'rida kirgan salqin shamol uning ko'ksiga urilib demiqqan vujudini sagitdi. Shu tapda Akbarga 32 yillik kutishdan ko'ra mushu bir necha kunlik kutish ig'irroq tuyulyotdi. Burun u amalsiz edi. Musofir yiroq, yo'l taqoq edi. Baray deb borolmaydi, ko'ray deb ko'rolmaydi. Lekin endi-chu talay dengiz, okean, tog' davallar orqada qoldi. Akbar vatanning janubiy eg'izidan kirib g'arbga keldi. Uning dastlab turg'ini vatan tuproqi, nafaslanib turg'ini vatan havosi edi. Akbar faqat yana bir necha qadam mansila kindik qini to'kilgan ajdodlar xoki to'sib turgan ona yurtiga bora oladi. Lekin u hozir qanoti bo'qishlangan qushdek bo'lib qolgan edi. Qarmoqqa erkinda ko'rinsimi, lekin xohlagan vaqtda uchib, xohlagan yerga bora olmaydi. Bo'qishlangan yipning bir uchi Hisomiddinning qo'lida edi. Akbarning boyiq so'zi va ayanchli qiyofati bugun Hisomiddinga qattiq ta'sir qildi. Bir odam har qancha bag'ri tosh, vijdoni sus bo'lsa-mu, lekin uning vujudida yanada mehr tuyg'usi bilan qahr qudrati tam mavjud bo'ladi. Bir ishlarda mehr tuyg'usi g'olib kelsa, yana bir ishlarda qahr qudrati g'olib keladi. Bugun Hisomiddinning vujudidagi uzoqdan beri besilib yotgan mehr tuyg'usi asta-asta ko'tarilib ustunlikni egillagan edi. Uning Akbarga ichi og'ridi. Esdoshligi qo'zg'aldi. Demasimi, bir odamning 32 yildan beri yurtdan ayrilib, endi yurtning bo'sug'isiga kelganda u yerga bora olmay noumid qaytib ketishi umrlik alam qiladigan ish emasmi? Bundoq alamga yurak qandoqmi chidasin? Shularni o'ylagan Hisomiddin o'z tabiatiga mos kelmaydigan bir xil qat'iylik bilan mundoq dedi. Ko'ngillarni buzmuslar Akbar hojim. Men sizlarni tez arada Qashqarga yo'lga silishning amalini qilaman. Xudo buyursa, murod maqsadlarga yetkaylar. Odam yurakdagi mehr muhabbatni izhor qilib, shuningga tushliq ko'ngildagidek javobga erishganda xo'shal bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Hisomiddinning so'zi tunji qitim Akbarning yuragiga xo'shallik va xotirjamlik baxsh etdi. Degandek 3 kundan keyin Hisomiddin xush xabar akeldi. Ertasi tushdan keyin Akbarni aeroplan bilan Qashqarga uzatib qo'ydi. Aeroplan bulutlar orasidan sho'ng'ib, asta-asta pastlashga boshladi. Bir qizning yiqimliq ovozi muzikalar orasidan larzon laylab chiqdi. Hurmatli mehmonlar, yana 5 minutdan keyin aeroplan Qashqar aerodromiga qo'nadi. Akbarning yuragi hayajondan qattiq so'qib ketdi. Bu yurak burun xuddi datlashib to'xtab qolgan soatga o'xshash ovozsiz edi. Amdilikda bo'lsa, yurtning bahori, yurtning havosi, yurtning zavqi bilan hayotning jo'shqin, yangroq muzikasini chalishga boshlagan edi. Ah, Tangrim. G'ayrib singan, intizorlikqa to'lgan ashu uzoq hayot musofasi nima degan kulfatlik edi ha? Akbar judolikning dardini bakmi uzoq, bakmi ko'p tortdi. 30 necha yillik tashnolikda uning lavlari gazlashib, dili qaqchirab ketgan edi. Shu topda o'la emas, balki tabiatmi, barliq jonivorlarmi xo'shal edi. Şoň ular bütün işqi bilen güzel bir kuyni kuylap atatdy. Bu kuyda
Təşnalığı qanğan yürəknin bəxti, xoşallığı və aləmçi muhabbeti mücəssəmlənən idi. Əkbər aeroplanның işigidin kən boşluqqa beşini çıxırıb, yurtның sap və illiq havasını sömürüb uzaq nəfəs aldı. Hayacandan yapraqdək titrəb durğan teni rahatləndi. Şadxoramlıq bilən qayğı həsrət arlışıb ketken qoğur rənglik yüzü ıssıq yaş bilən nəmdəldi. Əkbər aeroplan şotsdan düşdü. Putlarını qattiq besib özünün saltanatlik makanıga qadam qoydu. Onun vücudu 30 neçə yıldan beri his qılıb baxmağan acayip ıssıq və yıqımlıq bir sezimdən erib ketadiğandək məsxuş halatga kelgan edi. Əkbər ketib etib, putqoli goya tuyuqsiz madardan ketgandək ləssidi yükinib oldurdu. Namazga səcdə qılğandək iki qolu bilan yerni tiladi. Ondan mağlayını ana sütüdək pak ve halal tuprağı yıkıp onu kanlıqçı buyurdu. Bu onun ana yurtqa bolğan salımı, hürmeti və otluq söygüsü idi. Bu heç qandaq söygüge oxşaşmaydıgan, heç qandaq güç yoq qılıb etəlməydigan, faqat yürekli düşünələydigan yegane, sırlıq və məngülük müqəddəslikə ega ilahi söygü idi. Əkbər tuproqdan beşini götürdü. Şu haman onun közüge, yıraqda özüge qarab qol pulanlatıp, təlmirib turğan bir munca adamlar göründü. O gerçi eniq pərir qılalmısımı, lekin aşı adamlarının içide anısı bilen uruqtuq qaldırının barlığını bağır sezip duratdı. Rast, Əkbərni qarşı ilişqi çıqqan aşı adamlar içide çeçi kömüşdək aqarıb belim yükçəyən, közünün uxunu ketib, şam çıraqdək bildirilab qalğan anısı Xantıllah və onu iki tərpidin yöləb durğan ağçısı Məsturə bilən sınlısı Fatimə var idi. Həmmədən qızıqı ularının içində Əkbər texi görüb baxmağan, əmma bu yıl 30 yaşını halqıb, becerim yigit olub qalğan inisi Səpər həmmədən bəktibcəklər boyunda. Akam qandaq bolğaydı degan qiziqish bilan onu ko'rishga taqozo bo'ldi. Kechirma. Oh là là là. Ay, ikimiz de böyle gidip.
30 necha yillik ig'ir judolik dardida yuraklari laxta bo'lib ketgan bu qon qarindoshlarni aydirimda bunda qizg'in va tasaddufiy uchrashtirish Hisomiddinning to'pisi edi. U tunogin Qashqardagi muhojirlar ishxonasiga telefon berib, hamma ishni ko'ngildagidek o'rinlashtirib qo'ygan edi. Akbar aerodromning gulligidan bir siqim tuproqni siqimlab o'rnidan turdi va o'zini kutib turgan kishilar to'piga qarab mangdi. U shu topda butun vujudini larzaga solgan hayajon bilan mang'atdi. Xo'shallik va umidga to'lgan qadamlar bilan mang'atdi. Yurak bag'ri o'rtangan holda mang'atdi. Visol shodligida jon jahli bilan mang'atdi. Xuddi xo'shallikdan, hayajondan ilishib qolgandek, ona quchog'iga o'zini atmoqchi bo'lgan yetim qo'zidek taqazzoliq, qizg'inlik bilan shaturdek qadam tashlab mang'atdi. Akbarning qadam izidan go'yo yiqimliq muzika navosi, sho'x naqshi sadosi yangragandek hamma yer xo'shallik tantanasiga cho'mgan edi. Yiroq oqbosh tog'lardimi, cho'nqur jirodagi sharqiroq suvlardimi, ko'pchigan dalalarni qoplab yotgan yeshil maysalardimi, rangarang ichilgan cho'l gullaridimi, suvlari yo'llarga teshib chiqayotgan eriq o'stanglardimi, mana shu xo'shallik bilan visol jilvasi tantani qiladi. 1995 yil aprel, 1998 yil mart. Makka, Ravalpindi, Qashqar, Urumchi. 2006 yili Urumchida qayta ko'rildi. Mana aziz qarindoshlarim, quyosh patgan shu go'zal manzarada Ahad Turdakimizning Sarson ruh nomli bu romanini o'qib tugatdik. Bu qism bakmu meningcha vatanni seg'inib turgan har qanday bir yurak bu bo'limni anglagan vaqtida menga o'xshashli o'zini tutamay qoladi deb o'ylayman. O'zimni shuncha besib olay desam mumkin bo'lmadi. Romanға boshdan oyoq qiziqib, diqqat berib kelgan anglarmanlarimga rahmat aytaman. Roman o'qish jarayonida qizim Dilfiruzning ishlagan muzikalarini tang anglab, xuddi qizimni yenimda turgandek o'qib bitirdik romanni. Qizimga rahmat, har bir qitim videolarni tayyorlab qizimga avatib bersam chiroyli kirishtirib, sizlarning yaxshi bahra elishinglar uchun sundi. Qizimga ham rahmat. Marhum Ahad Turdi akimizning u dunyolig'i nurlar ichida jannatda bo'lsin. Mana
quyoshmi kirib ketdi. Bu yil qayta roman o'qish planim yo'q. Xudoyim buyursa, kelar yil o'qib yana bir roman o'qib berishga tirishaman. Ammo Sarson ruhninki qisqacha mazmunini, o'z ta'sirotlarimni biroz vaqt o'tgandan keyin har biringlar bilan o'rtoqlashishga tirishib ko'raman. Ma'qul amsa, omon bo'linglar. Kelar qatim ko'rishaylik. Allohga omonat.